Bugun sizlarga mushu anjurning shifoliq roli to'g'risida ozroq so'zlab berib o'tay. Endi bu anjur degan bu xosiyatli mevamizning o'zini shu daraxtdan uzibligani yeyishkimi buto, sharbat qilib yeyish ichishkimi buto, yoki bo'lmasa uni murabbo shaklda, konserva shaklda yoki bo'lmasa buni quritib qoq shaklda qilibmi ishlatishga bo'ladigan o'zi nihoyatda bak tatliq yeyishlik uzuqliq qiymati bak yuqori bo'lgan kishilar nihoyat yoqtirib yeydigan bir xosiyatli mevaning birisi. Endi bu anjurninki odam badaniga qanday yaxshi xususiyatlari bor degan chog'da birinchidan mush anjur tarkibidagi limon kislotasi qon tarkibidagi toksin axlatlarni haydab chiqish xususiyati bor. Şunu bu anjur degan anjur pishgan vaqtida shu anjurni yeb bergan chog'imizda badandagi shu qondagi bizga ishpalda chiqib bo'ladigan nurg'un ushshaq kichik kasal qo'zg'atuvchi bakteriya, toksinlar, axlatlar shu anjurdan bir ishkital yeb qo'yganimiz bilan badanimizni tozalanib chiqishi mumkin. Ikkinchidan anjur tarkibidagi shu moddalar qondagi mayni eritish xususiyati bor. Shu qondagi mayni parçalaydı hem kanını tazalaydı degandek. Şuna şu qanda may var ekan, qon quyloqliq ekan, lekin kasallik darajasiga to'shmagan qandagi maymoqma. Kasallik darajasiga to'shmagan, lekin aşır qonni tekshirsak, az miqdorda qonni may var, qon quyloq ekan deganlar, mushu anjur nima muvofiq miqdorda yeb bergan chog'larda, mushu anjur o'zininki tarkibidagi moddalar orqali qondagi mayni eritadi yoki bo'lmasa qondagi mayni parchalash xususiyati nihoyat yuqori. Lekin haqiqiy qonda mayva, qon quyuqlik, kasallik darajasi to'shgan do'risi olmaydigan odamlar amal va anjur iste'mol qilmang. Uchinchidan, mushu to'li gili og'riyotgan, to'li yutqunchoq ishshiq bo'lib qolgan odamlarma odatda anjurdan muvofiq miqdorda yeb bersa, bu anjurning tarkibidagi nurg'ulg'an moddalar ishshiq yondirish, yallo qaytarish xususiyati bo'lib, mush yutqunchoq ishshiqni qaytarish iqtidori boshqa mevalar qaraganda alohida ko'rinarlik yaxshi. To'rtinchidan bu anjur tarkibida odam badaniga kerakli bo'lgan qanit, tuz, may, oqsil, kalsiy, har xil vitaminlar bo'lib, bu odam badaniga ehtiyoji bo'lgan nurg'un ozuqlarni to'liqlab berdi. Shunga tuqqanlar bu anjur deganni hatto rakka qarshi turish xususiyati bilan nihoyatda bak yuqori. Shunga anjur chiqqan mushu faslarimizda har biraylar ma'lum vaqt shu anjurni iste'mol qilib bergan chog'imizda balkim badanimizdagi nurg'ulg'an ushshaq kasalliklar o'zligini yo'qolib ketishi mumkin. Shunga anjurni hammalarning iste'mol qilib ko'rib beqishinglarni umid qilaman.